Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz aqliy buzilishlarga ega odamlarni o'qitish jarayoni uchun me'yorlashtirish jarayonining ustunliklari mavzu bo'lib hisoblanadi. Bugungi rejalarimiz aqliy buzilishlarga ega odamlarni o'qitish jarayoni uchun me'yorlashtirish jarayonining ustunliklari. Ikkinchi rejamiz o'zaro munosabatni yaxshilash uchun. Uchinchi rejamiz o'zlikda bo'lish. Begonalar orasida o'zlikda bo'lishni bilish va uning imkoniyatiga ega bo'lish. To'rtinchi rejamiz integratsiya turlari. Beshinchi rejamiz nogironligi bo'lgan odamlar uchun xizmatlar bo'lib hisoblanadi. Xo'p, aqliy buzilishlarga ega odamlarni o'qitish jarayoni uchun me'yorlashtirish jarayonining ustunliklari. Aqliy buzilishlarga ega odam, bolalar, o'smirlar, katta yoshdagi insonlar uchun deyarli har bir vaziyat pedagogik ahamiyatga ega hisoblanadi. Bilim olish, o'qishga har bir fuqaroning haq-huquqi bo'lgandek, bu insonlar ham o'zlariga mos keladigan o'qish va trening, rivojlanish huquqiga ega bo'lib hisoblanadi. O'z-o'zini baholash, alohida qobiliyatlarni rivojlanishi butun shaxsning rivojlanishiga ta'sir qiladi. Shuning uchun ham aqliy buzilishlarga ega odamlar bilan mashg'ulot o'tkazish uning hayotini shakllantirishda ishtirok etayotgan odamlarni jiddiy mas'uliyatni yuklaydi. Rivojlanishda orqada qolish uchun inson uchun katta qiyinchiliklar tug'diradi va unda tushkunlik hissini uyg'otadi. Bu esa unda o'ziga baho berishni shakllantirish, ko'maklashish zaruriyatini tobora orttirib boradi. Endi bunday insonlarni bilan muloqotga kiritishda rag'batlantirish va boy taassurotlarga binoan o'zini faol shaxs sifatida qabul qila oladi. Kam rag'batlantirish esa bu shu vaqtni o'zida qo'shimcha nogironliklarning yuzaga kelishiga olib keladi. O'ziga xoslikni anglashning rivojlanishi katta ahamiyatga ega. O'zining hech kimning emasligini hissi xavfli va zararli bo'lib hisoblanadi. Aqliy buzilishlarga ega insonning o'zini haqidagi tasavvuri, uning shaxsiy bilimlarini ijobiy, sezilarli darajada shakllantirish kerak va bu boshqalar tomonidan ajratib qo'yish, ishonchsizlik, qo'rquv va kuchsizlik hissini orttirishi mumkin bo'lib hisoblanadi. Endi o'zaro munosabatni yaxshilash uchun me'yorlashtirish tamoyili. Me'yorlashtirish tamoyili bu insonni qo'llashi, rivojlanishi orqada qolgan insonlar, nogironlar, ota-onalar va jamiyat uchun ilgarilab boruvchi oqibatlarga ega bo'lib hisoblanadi. Ya'ni aqliy buzilishlarga ega odamlar uchun turar joylar tashkil etilganda, ekspluatatsiya qilingan va bolalarni haqiqiy uy sifatida qaralganda, maxsus maktablar, oddiy maktablarga integratsiyalashganda va kattalar uchun mo'ljallangan guruhli xonadonlar avvalambor shu insonlarning uyi deb qaralganda, aqliy rivojlanishga ega insonlarga nisbatan jamiyatda mavjud kundalik integratsiya, to'g'ri munosabatlarni me'yorlashuvga olib keladi. Integratsiya bu insonlarning atrofdagilar tomonidan tushunishining yaxshilanishiga asos bo'lsa, izolyatsiya esa va segressiya bilimsizlikni yaratishi mumkin bo'lib hisoblanadi. Bu esa o'zaro munosabatlarni yaxshilash uchun juda ham kamlik qilishi mumkin bo'lib hisoblanadi. Endi bolalar uchun yoki shaxslar uchun bu insonni o'zlikda bo'lishi, begonalar orasida o'zlikda bo'lishni imkoniga ega bo'lish bu juda ham qiyin bo'lib hisoblanadi. Bu insonning integratsiyasini anglatuvchisi. U insonlar orasida munosabat boshqa insonning o'zligida xosligini tan olish va uning qadr-qimmat, huquqlariga asoslanishi kerakligini anglatadi. Bunday tan olishning bo'lmasligi dunyo qilish, tarki dunyo qilishi, segressiya, ya'ni boshqalardan ajralish, yakkalanish oqibatida vujudga kelishi mumkin bo'lib hisoblanadi. Me'yorlashtirish tamoyili ushbu tamoyilni qamrab olgan 8 ta tashkil etuvchilarga ko'ra boshqa odamlarning aqliy buzilishlarga odam bilan o'zaro munosabati haqidadir. Shuning uchun ushbu tamoyilga ko'ra inson ko'pgina sohalarning bog'liqligini tushunishi va ularda jamiyatga kirishi, integratsiyasini jamiyat oldidan o'ziga xoslik, hurmat qilishi lozim bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari integratsiya turlariga keladigan bo'lsak, birinchi integratsiya turi bu jismoniy integratsiya. Funksional buzilishlarga ega odamlarga boshqa insonlar bilan bir xil jismoniy muhitda yashash va u yerda me'yoriy kundalik, haftalik va yillik ritmga ega bo'lishi lozim hisoblanadi. Ikkinchisi, funksional integratsiya bu boshqalar singari ularning bir-birlari jamiyatda funksiyalarini yondash imkoniyatiga mavjudligi. Uchinchisi, oilaviy integratsiya. Oilada bo'ladigan jarayonlarni o'zgarib qolishi, o'sib boruvchi shaxsiy ehtiyojiga ko'ra birga yashash orqali bog'liq bo'lib hisoblanadi. To'rtinchisi, guruhli integratsiya. Bu jadallashuv, turli jismoniy, ijtimoiy guruhlarga kiritib borishi, qo'shilishni anglatadi. Ijtimoiy integratsiya esa bu o'ziga yuqori ko'rsatilgan barcha turdagi integratsiyalarni qamrab oladi,
lekin undan tashqari insonlararo yoki maktabda, ishda, qo'shnilar yoki va hokazo umuman jamiyatdagi munosabatlarga kirishishni o'z ichiga oladi. Jamiyat integratsiyasi esa o'zini anglashda, o'z ehtiyojlarini amalga oshirish uchun qonuniy huquqlar haqida fuqarolarning huquqini amalga oshirishadi. Tashkiliy integratsiya esa bu o'z ichiga funksional buzilishga ega bo'lgan insonlarning integratsiyasini jarayonini qo'llovchi va ularga yordam ko'rsatuvchi tashkiliy tuzilmalar, shakllanmalarni o'z ichiga olib, boshqalarga nisbatan to'g'ri yo'l tutadigan integratsiya turi bo'lib hisoblanadi. Xo'p, bundan tashqari integratsiyalashgan ta'limlarni tashkil etish, maxsus ta'lim, inklyuziv ta'limlarni tashkil etish ham bularga yaqqol misol qilib olishimiz mumkin bo'lib hisoblanadi. Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, aqliy buzilishlarga ega odamlarga ta'lim berish jarayonini me'yorlashtirish bu jamiyatda barcha a'zolar uchun teng imkoniyatlar, teng shart-sharoitlar yaratishga xizmat qiluvchi muhim vazifa bo'lib hisoblanadi. Ta'lim tizimida me'yorlashtirishga yondashuv nafaqat aqliy buzilishlarga ega odamlarni o'qitish va rivojlanish imkoniyatlarini oshiradi, balki ularning ijtimoiy integratsiyasini ham qo'llab-quvvatlaydi. Maqsad har bir o'quvchining individual ehtiyojlariga moslashgan holda ta'lim metodlarini joriy etish bo'lib hisoblanadi. Inklyuziv ta'lim tizimi orqali jamiyatda teng imkoniyatlar yaratish, o'quvchilarning o'zaro hamkorlikni rivojlantirish, ularni ijtimoiy integratsiya qilish ham muhim omil hisoblanadi. O'qituvchilarni ham maxsus tayyorgarlikda o'tkazish, ularning o'z bilimlarini va ko'nikmalarini takomillashtirish aqliy buzilishlarga ega bo'lgan o'quvchilarda yanada yaxshiroq xizmat qilishga imkon beradi. Ushbu slaydimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.